Hurmatli Facebook do'stlar, qadrli yurtdoshlar, mana bunday sahroyi kabrda bir chiroyli manzarada turib gapirishning o'ziga xos gashti bor. Biz hozir sizlarga Surxon vohasidan emas, mana shu qadimiy va navqiron Buxoro yurtidan, Buxoro zaminidan sizlarga yaxshi niyatlar tilayapmiz. Biz bugun erta Buxoroda bo'lib, keyin sekingina Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'l olamiz va sizlarga ko'rgan kechirganlarimiz haqida, bugungi kunda Buxoroda, Qoraqalpog'istonda umuman olganda mamlakatimizning mana shu mintaqasida olib borilayotgan islohotlar, odamlarning turmush darajasi haqida hikoya qilishga otlanganmiz. Qarang, Buxoroga kirish joyida nihoyatda bir go'zal manzaralar, dilni, kayfiyatni ko'taradigan bir bahoriy kayfiyatlarni, bahoriy bir nasimlarni, bahoriy bir go'zallikni bizga inom etadigan bir chiroyli manzaraga duch kelib qoldik. Umuman olganda odamni yuragini, qalbini hapriqtiradigan manzara. Mana shunday joylarda ham, mana shunaqa hududlarda ham, cho'li biyobonlarda ham tabiatning go'zalligi o'zining maftunkorligi bilan yuraklarni, qalblarni shu hapriqtirganligi uchun ham yurtimizni jannatga qiyoslaymiz. Biz nafaqat mana shu Buxoroni qadimiy obidalari, o'sha dunyoga mashhur bo'lgan qadamjolari bilan, balki mana shunaqa yuraklarga, qalblarga ilhom beradigan chiroyli tabiat manzaralari bilan ham bilishimiz kerak, anglashimiz kerak va buxoroliklar ham mana shunday yurtda yashayotganliklaridan kayfiyatlarini ko'tarish kerak. Bu albatta bu lirik chekinish. Bunda bir qandaydir haligi qalblarni, yuraklarni g'uborini chiqarib beradigan nimadir bor. Lekin har bir juzg'un, har bir mana shu saksovul, har bitta giyohlarda qandaydir odamning o'ziga maftun etadigan jihatlar bor. Qarang, Buxoroning ana shunday qadimiyligini, osori atiqalarini, qadriyatlarini nihoyatda go'zal qilib turadigan bir jihatlari ham borki, bu tabiat manzaralari. Tabiat ana shunisi bilan ham odamning o'ziga tortadi. Odamni o'sha vatanda, o'sha yurtda, o'sha ulug'vorlik bir kasb etgan mamlakatda yashayotganligidan xursand qilib yuboradi va shuning uchun ham biz vatanimizni yanada yaxshiroq sevamiz, yanada ardoqlaymiz va mana shunday vatanda yashayotganligimizdan xursand bo'lib ketamiz. Bugun bizlar sizlar bilan mana shu Buxoroning cho'llarida, cho'li biyobonlarida ozginagina lirik chekinish bilan uchrashdik. Albatta biz hali sizlar bilan Buxoroning o'sha asori atiqalari, qadamjolari, ulug' bir yurtdoshlarimizning ana shu qadimlardan buyon e'zozlanib kelinayotgan chiroyli maskanlari bilan sizlarni tanishtiramiz va keyin Qoraqalpog'iston Respublikasida olib borilayotgan ishlar bilan ham sizlarni oshno qilamiz. Albatta bizni kuting va bizni kuzating va bizga yaxshi niyatlar tilab duoda bo'lingizlar. Jo'raqul Tursunov Buxorodan maxsus tayyorlandi.